Juda ham noodatiy uyga kelganmiz. Hammamizga shunaqangi xonadonlar nasib qilsin deb bittalak bosib eng yaqin insoningizga jo'natib qo'yasiz. Biz bugun Dream House'da eng baland nuqtalardan birida turibmiz. Terassali xonadonimiz. Ko'ryapsiz, shaharda juda ham go'zal holatda ko'rinyapti. Aka, bu terassasiga stullar qo'yib, bitta kofechani damlab, shaharda maza qilib, tomosha qilib o'tirsangiz bo'lar ekan. Bu xonadonimiz dubleks, neoklassik uslubda bitkazilgan, barcha jihoz betovoy hamma yog'i bilan birgalikda sotuvga chiqdi. Mana shu go'zal xonadon sizniki bo'lishi mumkin. Qarang, xonadonimizga shunaqangi chiroyli stullar qo'yilgan, pardalargacha ilib qo'yishgan, konditsioner, parket pollargacha bo'lgan. Bu xonadonimizning oshxonasi, ko'ryapsiz, chiroyli qilib kuxonli mebellargacha qo'yib qo'yishgan. Qarang, maishatni shunday ochishingiz bilan isitish tizimlarigacha qo'yib ketishgan. Sekretni qilib, ko'rinmagan qilib, did bilan bo'lgan hamma yoq. Oshxonani yonginasida bo'lsa, mehmonni kuzatgani shunaqangi chiroyli zal qilib qo'yishgan va keng va katta holatda bu yerda ham pardalar ilingan, parket pollargacha bo'lgan, televizor qo'yilgan. Ko'ryapsiz, eshiklarni ham yaxshisidan qo'yib ketishgan. Aytdan chiqqanimizdan keyin ro'parada bo'lsa, umumiy sanuzel joylashgan. Sanuzelda ham hamma yog'i bor. Bu xonadonimizdan kamchilik to'g'ri bo'lmaydi ekan. Bu xonadonimizga akam shunaqangi mehrni berishgan ekan. Mana shu zinalarni ham planirovkasini chotki qilib qo'yishibdi. Zinadan pastga tushib kelganimizda xonadonimizga kirish asosiy eshigi bo'ladi. Asosiy eshikdan kirganimizda shunaqangi chiroyli prixoshkalar qilib qo'yishgan. Yonginasida bo'lsa oyna joylashgan. Bu oynagimiz uyimizga boshqacha chiroy bag'ishlayapti. Buni yonginasida bo'lsa umumiy sanuzel joylashgan, remontini ham dahshat qilib bitirib qo'yishgan. Aytdan chiqqanimizdan keyin bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ko'ryapsiz, devorlargacha qo'yilgan, chiroyli holatda bitkazilgan. Chiqib kelarkanmiz o'ng qo'limizda bo'lsa kattalar yotoqxonasi joylashgan, parda, konditsioner hamma yog'i bilan birgalikda sotilyapti. Oldida bo'lsa ikkinchi kattalar yotoqxonasi joylashgan. Ko'ryapsizlar, akam uyga pulni ayamasdan sarflashgan ekan, hattoki natrijnoy eshiklargacha qo'yilgan. Qaysi Dream House ekan deb o'ylanib turgan bo'lsangiz, aniq manzili Charxiy savdo markazini shunday yonginasida o'sha mashhur Dream House'da joylashgan. Xonadonimizning narxiga kelsak, 75 ming ozgina kam bor deb so'rashyapti. 160 kvadratli xonadon. Har bir kvadratiga $468 to'g'ri kelyapti. Bu Qo'qon shahri uchun juda ham ideal taklif. Egalar nomerlarini qoldiramiz, o'zlariga aloqaga chiqarasizlar.